Assalomu alaykum Agrolam YouTube kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa noyabr oyining oxiriga yetib keldik. Ko'chatzorimizda turibmiz. Ko'chatlar sotuvini boshlaganmiz. Ishonchli va sifatli ko'chatlar Agrolam kanalidan sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, turli xil savollarga javob berib o'tamiz videomiz davomida. Qanaqa navlarni ekkanimiz ma'qul degan savollarga javob yoki ertaki yoki kechki navlar ekkanini tavsiya qilamiz. Chunki daromadga kirishda ertaki va kechki navlar juda ham daromadga olib kiradigan navlar hisoblanadi. Ulardan xudo xohlasa bugun Toshkentdan akalarimiz kelishgandi. Sveji qilib poledan ko'chirib beryapmiz. Xo'p, o'rigimiz eng ertaki va ta'mi, mazasi, aromati jihatdan ichki va tashqi bozorlarni egallagan o'sha Vander Gold degan o'rigimiz bo'ladi. Kalibr jihatdan ham yirik va tillarang svetda juda ham shirin o'rik hisoblanadi. Xo'p, endi shaftolimizga keladigan bo'lsak, shaftolimiz o'sha trenddagi Big Ben shaftolisi bo'ladi. Mazasi juda ham shirin, kalibr jihatdan ham yuqori kalibr beradigan shaftolilarimizdan biri. Eng muhimi ertaki hisoblanadi. Bu yoqda xudo xolasa olmalarimiz bor. Bexini ko'rsataylik. Mana, olma bexi. Eng yumshoq va tepasida qitig'i kam bo'ladigan bex hisoblanadi. E'tibor berib o'tasizlar tomirlari va tanasiga. Chiroyli holatda turibdi. Do'stlar, ertaki deysizmi, kechki deysizmi, hamma ko'chatlarimizda assortiment poliyamizda bor. Lokatsiyalar Telegram kanaliga joylab ketamiz, pastda nomerlarimizni yozib ketamiz. Bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Xudo xohlasa 12 ta viloyatga va qo'shni davlatlarga ham dastavka xizmatlarimiz mavjud. Noklarimizni kasalliklarga chidamli noklar so'ragan akalar uchun 5 xildan ortiq noklarimiz bor. Yevropa navlari. Bulardan biri Abad Fittel hisoblanadi. Carmen, Mauser, Williams noklari hisoblanadi. Kasalliklarga juda ham chidamli va maza jihatdan ham shirin noklar hisoblanadi. Shunaqa navlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga raqamlar bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Sifatli va ishonchli. Eng muhimi nav guvohnomasiga ega ko'chatlar yetib boradi.